Yumalab ketyapti deyapsiz-ku. Yo'q, o't yumalamasdi-da, yotardi xolos. Faqat yotardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Saqolaysiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Qayerdansiz opa? Qo'qonda Trayan xo'ja qishlog'idan. Zo'r. Nima shikoyat bilan keldingiz? Bolamizni shu ortda qolish DSP tashxisi bilan kelganmiz. Ancha yaxshi o'zgarishlar yaxshi. Yotar edi. Qo'l oyog'incha qimirlamas edi. Mana Allohga shukr, shu safar mana jumalab ketyapti o'zi. Harakati yaxshi. O'zgarish yaxshi. Kimlar sizni davoladi? Kimlar ko'rdi vrachingiz kim edi? Allohga shukr qilamiz. Kelganimizda Ulug'bek qabul qilib oldi. Bizni hamma yog'imizni shu nimalarimizni ko'rdi. O'zlari MRT qildirishdi. Dori-darmonlarni yozishib beryapti, vaqtida ichkizyapmiz. Vaqtida lichinalar olamiz. Har kelganimizda Ulug'bek o'zi qabul qilib oladi. Oyshaxon hamma narsani buyruq qiladi, qiladiganlarini o'zlari. Hamma lichinalar olyapmiz. Vaqtida o'zgarishimiz yaxshi, Xudoga shukr. Millimet klinikasini boshqalarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta. Kelsin, bizga o'xshagan bemori borlar kelsin, tavsiya qilaman. Yaxshi o'zgarishlar yaxshi bo'ladi. Mana hamma narsalari bor. Kelsa, olsa ancha foyda topadi. Yaxshi. Ilohim, Xudo shifo bersin. Yaxshi bo'lib qolinglar opa. Ilohim. O'zi aytmoqchi, ancha yaxshi deyapsiz-ku. Yo'q, yaxshi. Yaxshi tarafga o'zgaryapti. Yumalab ketyapti deyapsiz-ku. Yo'q, o't yumalamasdi-da, yotardi xolos. Faqat yotardi. Qancha lecheniya oldilar? Qancha? Endi 3-lichinam. Har kelganda qanchadan olasizlar? 5 kundan, 10 kundan? 10 kun. 10 kundan 3-chi marta kelganlaringda uje mana. O'zi bir martada bilingan bizdagi. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. O'zim Yaxshi bo'lganingiz uchun yana ham yaxshi bo'lish uchun. yana ham yaxshi bo'lishga kelamiz. Ilohim, sog' bo'linglar. Bu safar ancha yana ham yaxshi. Allohga shukr.